Senin bizni ushlamaydi, senin bizni tutolmaydi. Yo'q! Sultonim, salomatmisiz? Hozirlaning. Safarga ketamiz. Shundan so'ng Yovuz Sulton Selim o'zining karyerasidagi eng buyuk zafarlardan biri bo'lmish Chaldiron jangi uchun safarga otlandi. Safarda ketarkan Ismoil Safaviyga ketma-ket xabarlar jo'natardi. Ammo Shoh Ismoil hech bir maktubga javob bermadi. Shoh Ismoil biz bilan jangga kirishadiganga o'xshamaydi. Keta qolaylik sultonim. Oxirgacha boramiz, podsho. Ey, yonimizdan o'tdi. Uyimizga qaytamiz. Oilamizni sog'indik. Shohim, oilamizni. Obbosiz yaramaslar. Sizlarga nima bo'ldi? Hukmdorim, hatto oyoq kiyimimiz ham yirtildi. Yurishdan ortiq uyga qaytganimiz ma'qul. O'g'lim, shu safarni hal qilsak eng go'zal o'ljalar bizniki bo'ladi. Ammo hukmdorim, bo'lsam ham orqaga chekinmayman. Orqamda isyon bo'lsa ham, agar kerak bo'lsa bitta yanichar bilan bir o'zim jangga kiraman va o'sha jangdagi yanichar chin yanichar bo'ladi. Chin yanichar bo'ladi. Chin yanichar bo'ladi. Chin yanichar bo'ladi. Endi ayting, sizni isyonga qaysi mal'un chorladi? Ana u. Fitna fosh qilingandan so'ng Usmonli sultoni Yovuz Sulton Selim o'zining yanicharlari bilan, Safaviylar sultoni Shoh Ismoil esa o'zining qizilboshlari bilan Chaldiron shahriga kelishdi. Xush ko'rdik, birodar. Qayerlarda qolib ketding? Mana biz keldik. Yo'lda fitnalar uyushtirib biroz qolib ketdim. Tuproqlarimda burun suqib yuribsan, chunki sening xalqing mening ham xalqimdir. Bir xalqning ikki hukmdori bo'lmaydi. Aniqrog'i, qo'lingdagi nima? Bumi? Buni miltiq deydilar. Dushmaningga to'g'ri yo'naltirasan, keyinchi bu narsani bosasan. Sezganingizdek, Safaviylarning Chaldiron jangida yengilishining asosiy sababi Usmonlilarning ulkan zambaraklari va o'sha paytdagi eng ilg'or texnologiyalar bo'lmish miltiqlarning yo'qligi edi. 1514-yil bo'lib o'tgan bu jangda Shoh Ismoil Safaviy miltiqdan o'q yeydi va chekinishga majbur bo'ladi. Jangdan so'ng Yovuz Sulton Selim Safaviylar poytaxtini egallaydi va shaxsan Shoh Ismoilning taxtida o'tiradi. Men bu yerda biroz dam olaman. Sultonim, ancha dam oldik. Balkim endi oddiy bir askardan ham ahmoqmisan deyman. Nega chaman istamas yanichar, Istanbulidan kelmaydi beri. Jin ursin hammasini. Bularni ham topgan gap uyga ketish. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema Istanbulim meni. Kelganimdan beri huzur bermadingiz. Otlaning, ketamiz. Shu bir yantoqcha. Jangdan so'ng Yovuz Sulton Selim Tabrizda uzoq qolmadi. U ketish bilanoq Ismoil Safaviy poytaxtini qaytarib oldi. Buni eshitgan Sulton Selim Amasiyada dam olib, yana qaytadan safar qilmoqchi bo'ldi. Ammo Amasiyadagi holat yaxshi emasdi. Hukmdorim, yanicharlar sovuqdan bosh ko'tarib o'z chodirlarini yoqishmoqda. La'nat Ahmed podsho, o'zi qo'lingdan nimadir keladimi? Hukmdorim, isyonni tepasida shu badbaxt turibdi. Chodirlarni yoqishni ham o'zi boshladi. Necha marta aytdim, men qilganimni aytma deb. Voy ablahi. Telefonini chiqar. Hukmdorim, bu Bodomboshga Do'lqodir o'g'li Bo'zkurt beydan ovozli xabar kelibdi. Qani ochib ko'rchi. Ahmed podsho, mamluklar bilan ittifoq tuzishni amalladim. Senchi, o'zing aytganingdek Selimni mo'ylovchilarni kesib tashladingmi? Jasadini yanicharlar oyog'ini ostiga oting. Bu fitnadan ham xabardor bo'lgan Yovuz Sulton Selim Safaviylar hududidagi chala qolgan ishini bitirdi. So'ng Usmonlining vassali bo'lgan Do'lqodir o'g'li beyligiga barham berib, uni saltanat hududiga butunlay qo'shdi. Hukmdorim, Do'lqodir o'g'li beyligini tugatganligimiz sababli mamluklar sultoni Qansuh G'avriydan sizga bir ajoyib xat kelibdi. Piramidani nima gapi bor ekan menda? Selim mo'ylov, Shoh Ismoilni yengdim deb o'zingni islom qilichi, islom lideri, falon-piston deb yurganingni eshitib qoldim. Bunaqasi ketmaydi, buni ko'rishing kerak. Kela qolsang-chi. Qara, yonimda islom xalifasi, hozirgi islom xalifasi. Agar o'rningda bo'lganimda o'zimni islom qilichi emas, oddiy omadi chopgan sulton deb bilardim. To'g'ri, islomning sultoni Qansuh G'avriydir. Qolgani oddiy bir sultonchalar. Bu hazilomuz maktubdan g'azablangan Yovuz Sulton Selim mamluklar ustiga yurish qildi. Safarga otlanarkan Anadolu tuproqlari zir titrardi. O'sha zilzilalar orasida qolgan Ramazon beyligi ham Usmonli hududiga to'liq qo'shildi.
1516-yil bo'lib o'tgan Marj-Dabiq jangida mamluklar qo'shini Usmonli bergan markazdagi kuchli zarbaga dosh bera olmasdan chekindi. Jang so'ngida Qansu G'avriy halok bo'ldi. Undan keyin Yovuz sulton Selim Halab, Shom, oxirida Quddus shahrini egalladi. Biroz o'tib, keyingi mamluk sultoniga o'z elchisini jo'natdi. Sultonimiz sizga bir juft shart qo'ydi, sulton Tomonboy. Nimalar ekan? Darhol mamluk sultonligini tugatib, bu tuproqlardan ketasiz va Qohiradagi butun boyligingizni Usmonliga taqdim qilasiz. Javobingizni kutyapman. Jasadini o'rab Selimga jo'nating.